skuterimiz, bu skuterimiz 2 milyon 500 ming so'mdan aksiyada qo'yib beraman. 30 milyon 250 ming so'm 400 kubali motosikl haqida ketib turibdi. Evet 34 milyon 375, 23 milyon. Kebaqa. Bizning 4 xil aksiyamiz bor. 4 xil aksiyamiz bor. Qo'shib kelib olma. Original light. Bu hammasi qo'shib keladi. Tushundim. Yana bir marta eshitinglar. Bizlar hozir avtomatik bor desa, bir xonang olsa, yana bir dona xonang ustiga qo'shib beramiz. Tushundim. Endi men shu o'rinda 13,5 million, 13 million. Lekin men 10 millionga beraman. Boshqa hech joydan muammosi yo'q. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. Boshlangan kunlaringiz xayrli, barakatli, omadli kun bo'lsin. Olib o'tirgan videomiz hamma uchun manfaatli bo'lsin. Rossiyada, Qozog'istonda, butun Yevropada yurgan yurtdoshlarimiz oilasini sog'-salomat kelsin, bizga borib xizmatda turing. Va sotmasak ham, xudo xolasa xizmatida yaxshi kunida turing. Xo'p, ma'lumotimiz beribga. Videoni o'tirib ko'rgan odamga manfaatli bo'lmaydi. O'tirmay ko'rgan odamga manfaatli bo'lsa, tushunadi. Nu haqida gap ketib turibdi, nu narsalarga aksiya beryapti, chiqib yotir, hamma narsa to'liq ma'lumot beriladi. Qaranglar, 31 million so'm, 31 million 900 ming so'm avval, hozir 26 million 300 ming so'm. 26 million 650 ming so'm, avval 30 million 500 ming so'm bo'lgan. 19 million 650 ming so'mlik mahsulotimiz hozirgi kunda 14 million 900 ming so'm bo'lgan. 17 million 875 ming so'm, avval hozirgi kunda 14 million 375 ming so'm. Hurmatli obunachilarimiz, shu orada men bir narsani aytaman. Men PR reklamaga qarshiman. Qancha pullar taklif etsam, men boshqa narsani reklama etmayman. Faqat o'zimning yana yo'nalishimda reklama etaman. Ilmim yetgan narsalarga va holanki, men bir odamni uzoqroq joydan yolg'on reklama etib chaqirishga ehtiyojim yo'q. Bor narsaga original reklama qo'yib beraman. Bor bo'lsa reklama qo'yaman, yo'q bo'lsa qo'ymayman. Mana bilasizlar, shu vaqtgacha men texnika markazini, ya'ni 50 dan ortiq video olgan bo'lsam, 45inda olmaganman. Chunki taklif bo'lmagan, olmaganman. Bir odam halak bo'lib kibirishini istayman. Biri Hazaraston, biri Navoiydan, biri Buxorodan o'tgan safar video oldik, bitta texnika zakon aksiya qo'yib berdik. Hamma mazza qildi. Shu vaqtda qo'ygan vaqtimizda xalq mazza qilsin degan aksiya qo'ydik. Bor bo'lgandan keyin qo'ydik. Yo'q vaqtida qo'ymadik. Motosiklga qo'yib berdik. Kiyim-kechakka qo'ymadik, yo'q edi. Hozir hammasini qo'yaman. Chunki hammasida 100% yangilik bor. Lekin sizlar ko'rsatib o'tgan narsani sizlar bilmagan yangilik bor. Bu obyektimizni xudo xolasa bitkazib bo'ldik. Reklamasini olamiz endi. Sababi remont etish jarayonida edi, remontini ham bo'ldik. Xudo xolasa xalqimizga va obunachilarimizga bir manfaatli yo'lda, ya'ni xizmat qiladi bu. Biz joyga shunday, ya'ni biznesimizni kirdiramiz, hammaga manfaatli bo'ladi. Hammaga manfaatli deganim, uydan chiqsangizlar, Aminovga kelasizlar, bir qator kiyinasizlar. Kiyingandan keyin, ya'ni televizor olish kerak. Televizor olgandan keyin uni uyda o'tirib ko'rish kerak. Uyda o'tirib ko'rish uchun g'ola kerak. U g'ola ham bizlarda bor, kiyim ham bizlarda bor, televizor ham bizlarda bor. Endi sizlarga yana bir proyektimiz, bu mebel. Aynan bu joyimizda mebel etamiz. Vaqtincha bir haftaga uzoq bilan do'konimizning ikkinchi etaji ishga tushadi. 2000 kvadrat. Hozir данный momentda shu joyimiz remonti bitgan. Shu joyga, ya'ni showroom sifatida foydalanib turamiz. Mebellarimiz прямой, ya'ni Turkmanistondan kelgan, Turkman pachati bilan turibdi. Shu yumshoq mebellarimiz. Narx-navosini hamma yerda aylanib ko'rdim. Vodiy, Toshkent, hamma joyda narx-navosini ko'rdim. Narx-navosi yaxshi, lekin sifati o'rta. Men sizlarga shunday sifatli, ya'ni mebellarni tavsiya etaman. Kelib ko'rasizlar, olib ketasizlar, 40 kundan keyin pul berasizlar. Mening hamma bizneslarim xuddi shunday. Televizordan olib ketasizlar, 40 kundan keyin pul berasiz. Mototsikldan 1 so'm pul bermay minib ketasizlar, yaxshi bo'lsa pulni to'laysizlar. Ana sizlarga zakonning imkoniyat. Bormi shunday imkoniyat? Hozir 1 so'm pul kerakmidi? Bir dona pasport bilan ro'yxatdan o'tsangizlar bo'ldi. Yana bir ustun tarafimiz bizlarning pensioner xojonalarimiz bo'lsa, ularga bir pasport bo'lsa 50 million so'mgacha limit bor. Do'konimizdan xohlagan narsasini oladi. Keyin ma'lumot berib o'tadigan narsamiz quyosh panel. 1 kvadrat quyosh panelimiz 2 million 900 ming so'mdan boshlanadi. 2 million 900 ming, 3 million 500 ming so'm, 3 million 800 ming so'm, 4 million 300 ming so'm. Avvallar 6 million, 7 million, 8 million, 10 million so'm edi. O narxlar bizlarda yo'q. Bizlarda Xitoy bilan bir xil narx-navo chiqadi. Yana bir marta aytaman, bizga quyosh panelining foydasi kerakmidi?
Ya'ni kimdir boshqa joyga borib pulni begon etmasin, pul o'zimizda qolsin degan maqsadda qo'yganmiz. Quyosh panel ustanovka etgan odamning Rossiyada, Qozog'istonda bir bolasi borday bo'laveradi. Sababi har oyda sof daromad karta tushib turadi. Quyosh panelni ishlatib ko'rib, kartasidan pul tushgandan keyin bizga pul berib boshlaydi. Hozir kelib ro'yxatdan o'tadi. Faqat pensionerlarga zo'r taklifda bu. Ya'ni davlat ishida ishlab pensiya chiqqanlar bo'lsa, bir dona pasport bilan keladi. Har oyda quyosh panel pul ishlasa, keyin bizga pul beradi. Shuncha pul bermaydi. O'zbekistonning Libo joyini ustanovka etib beramiz tekinga. 10 kilovat, 20 kilovat, 30 kilovat qiladigan bo'lsa, har oyda 10 million, 15 million so'mgacha daromad etib turadi. Daromad etsa, so'ng bizlarga pul beradi. Ya'ni uyni arendaga bergan hisobi bo'ladi. Endi chuqurlashib o'tiramiz. Sizlardan vaqtingizni olamiz. Xo'p, qo'limda qog'ozda bekalga emas, Elp Motors brendi bilan biz avval shartnoma etganmiz va shartnomamizni o'tkaz etganmiz. 2024-yil, 2023-yil shartnoma etdik. 2024-yilda shartnomamizni bekor etdik. Sababi bizga yangilik yetib bermadi. Yangilik yetib bermagandan keyin bizlar o'tkaz etdik. Hamma bilan bir xil narx-navoda beraman. Avval hammadan arzon etib beramiz, yangilik yetib beramiz. Siz, ya'ni hammada bor mahsulot sotmaysiz deb aytdi. Bizlar shartnoma etdik. Keyin bizlar shartnomani etib ishlarimiz yurgizgandan keyin ular bizdan qaytdi. Shundan keyin Elp Motors bilan o'tkaz etdim shartnomani. Hozir yana bizga yaxshi taklif berdi. Boshqa modellarini berdi, samosol variantlarini berdi, qo'sha balon berdi, mashin motor berdi. Narx-navosini hamma joydan arzon etib berdi. Shuning uchun sizlarga yangilik yetib ketamiz. Bu benzinli mototsikl haqida turibdi buni hammasi. Bu mebellarimiz hozir kelgan sifat darajasi o'ta zo'r. Endi hamma bir o'zining mahsulotini maqtab sotadi. Hech kim o'zining mahsulotini yomonlamaydi. Biz sizlarga taklif beramiz. Shu mebellarni do'konimizga kelib tanlaysizlar, biz olib borib ustanovka etib berib ketamiz. Birinchi to'lovni 40 kundan keyin berasizlar. Agar bizning mahsulotimiz sifatli bo'lsa, boshqa joydan arzon bo'lsa, bizning sovg'alarimiz sizlarga ma'qul bo'lsa, 40 kundan keyin, ya'ni pulni 1 yil davomida bo'lib berasizlar. Bu imkoniyat O'zbekiston fuqarosining hammasini amal qiladi. 18 yoshdan 25 yoshgacha degan gap yo'q bizlarda. Shu 18 yoshdan o'tgan pasporti bo'lsa bo'ldi, hammaga amal qiladi. Assortiment buni ichida ko'p. Hozir buni ko'rsatib o'tirsak, videomiz kino bo'lib ketadi. Shuning uchun chuqurlashib o'tiribmiz. O'sha bor ekanligini bildingizlar, ha? 1 minut. O'chirmay turar. Jami shu yukchirib turganlarni shunday olib kelib tashlab shuni. Chut tashing. Uyga mehmon chaqirmoqqa o'ylanib turgan odamlarning muammosini yechato'm bo'ldik bizlar. Ya'ni shu bilan chaqirasizlar mehmonni endi. Haqiqat. Komfortlikda beradigan narsa shu. Bizlar shu taklifimiz haqiqatdan ham ko'chaga chaqiraver, uyga kelib o'tirmasin. Endi ichga kirib mototsikllarni ko'rsatib o'tgan. Yili bitmadimi deydi ko'p odamlar. Odamlar bir dona tualet quraman deb 2 yil Rossiyaga ketadi. Masalan, bu obyekt qurish haqiqatdan ham qiyin. Kim 31 million 250 ming so'm 400 kubali mototsikl haqida ketib turibdi. Avval 34 million 375, 23 million 750 ming, avval 28 million 799 ming bo'lgan. 29 million 750 ming, avval 36 million 250 bo'lgan. 30 million 625 ming so'm, avval 33 million so'm bo'lgan. 39 million so'mlik modda 33 millionga tushgan, 32 millionlik 28 millionga tushgan, 26 millionlik 22 millionga tushgan, 33 millionlik 27 millionga tushgan. Bu mototsiklimiz narxi 130 million so'm. Mototsikllarimiz 200 kuba, 250 kuba, 400 kubalik bo'ladi. To'g'ri maqsadga o'taman. Bir dona pasport bilan bu mototsikllarni olib ketsangiz bo'ladi. Bir pasport bilan bizlarga kafil, hokim yordamchisidan tavsiyanoma, birinchi to'lov degan gap kerakmaydi. Faqat bir dona pasport bo'lsa bo'ldi. Muammo yo'q, masala yo'q. Ketdik. Endi pastimizda gilam bor. Buni ko'rsatib o'tirsak, hozir ko'p vaqt ketadi. Bu birinchi furamiz emas. Bugun 11-oktyabr videomiz olinyapti. Ikkinchi furamiz. Bu tarafda adashmasam 3-4 furamiz bo'ladi. Olayotgan videom arxivda ekan deb o'ylamasinki, 11-oktyabr 4:31. 11-oktyabrda tug'ilgan insonlarni chin qalbimdan tabriklayman. Alloh taolo umrini uzoq etsin, martabasini baland etsin. Farzandlarga farzand bersin, kasalliklarga shifo bersin. To'g'ri emasmi aka? Niyatimiz shu bizlarning. Bugun tug'ilgan bo'lishi mumkinmi? 11-oktyabrda tug'ilgan insonlar bo'ladi-ku. Shularni Aminov Holding nomidan tabriklab ketaman.
bizlarga ishonch bildirgan eng birinchi bo'lib ayting shu gapni. Ishonch bildirgan odamlarga katta rahmat. Men xursand bo'ldim. Ishonch bildirmaganlar haligacha o'ylanib turibdi. Ya'ni xato etishda davom etaveradi. Ishonch bildirdimi? Buxorodan, Navoiydan, Surxondaryodan kelib turibdi, xursandman. To'g'risi, ochiq gapda. Uyinda o'tirib negativ bildirib o'tirgan odamlar ular o'zlari biladi, haqiqatdan ham. Ular uyinda o'tirib negativ bildirgani bilan men ishim to'xtab qolmaydi. Men reklama bermasam, ular ham olmay qo'ymaydi emas. Ular ham olaveradi, men ham sotaveraman. Misol biz prosta taklifni yaxshiroq aytib beramiz. Endi Buxorodan, Surxondaryodan, Navoiydan odamni chaqirib oldib bizga nima manfaati bor? Hech qanday manfaati yo'q. Prosta bizlar ochiq gap yil davomida hamma vaqt foyda etmaymiz. Bir yilda 12 oy bo'lsa, 8 oy, 9 oy foyda etsak, qolgan 3 oyni xalq uchun qo'yamiz. Gapim gap. Haqiqatdan hamda 2 so'm topsak 1 so'mni 80 ga yo'naltiramiz. Bu gilamlarimiz haqida ma'lumot beramiz. Boshqa joylarga borsangizlar, ya'ni gilam olish uchun ya pasport bilan plastik so'raydi yoki kafil so'raydi, yoki tavsiyanom. Bizlarda bir dona pasport bilan uyingizga 20 million so'mni g'ola olish mumkin. Yaxshi taklifmi? Bir pasportni berasizlar, savdolashasizlar, sovg'asini olasizlar, 20 million so'mgacha gilam olasizlar. Bir pasport ro'yxatga qo'yamiz, keyin gilamning narx-navosini so'rab, solishtirib sifatli bo'lgandan keyin birinchi to'lovini 40 kundan keyin berib tashlaysizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Do'konimizda hurmatli obunachilarimiz 500 xildan ortiq gilamlar bor. Do'konimizda 500 xildan ortiq gilamlarimiz bor. Hamma gilamlarimiz bir pasport evaziga chiqadi. Kelib tanlaysizlar, sifatli yaxshi gilamlarni razmerda berasizlar. Ukalarimiz borib, ya'ni o'lchab, taxlab, overlock bilan borib sovg'alarni berib ketadi. Bir pasport bilan ro'yxatga o'tgandan keyin birinchi to'lov 40 kundan keyin bo'ladi. Endi qaranglar, bizning qarz, ya'ni savdomiz, nasiya savdomiz haqida gap ketib turibdi. Kredit haqida emas, nasiya savdo haqida gap ketib turibdi. 3 oylik, 6 oylik, 9 oylik va 12 oylik bizning tariflarimiz bor. Kimga qaysi qulay bo'lsa, shuni qo'yib beramiz. Sababi bizning videolarimizni ko'p odam, ya'ni Rossiyadan, Qozoqdan, uzoqroq joylardan ko'radi. Ular uyga telefon qilib aytadi, shunday yaxshi tavsiyalar bo'lib turibdi ekan deydi. Endi uni olish uchun hozir sizlar aksiyangiz yoqib turibdi. Narxi arzon, lekin menda pul bo'ladigan vaqtda sizlarda aksiya bo'lmaydi dedi ko'p odam. Hammasini inobatga oldik. Takliflarimiz hammasi bir dona pasport evazini amal qiladi. Endi menimcha pasport yo'q odam bo'lmasa kerak, to'g'rimi? Avval pul yo'q deb bahona aytadi, keyin vaqt yo'q deb bahona aytdi, keyin qimmat deb bahona aytdi. Endi bahona aytmakka hech qanday hojat yo'q. Kelasizlar, necha so'mga g'ola olsangizlar ham birinchi to'lovsiz, kafilsiz bir dona pasport evazini va plastik ham kerakmaydi, bir pasport evazini gilamni olib ketsangiz bo'ladi. Hammaning uyida ota-onasi bor baribir. Pasportni berasizlar, sizlarga klik nomerni beramiz. 40 kunlik bo'lsa 40 kundan keyin qo'yib beramiz. 3 oylik oltin 3 oylik, 6 oylik oltinga 6 oylik, 1 yillik oltinga 1 yillik. Bozordan narxini so'rab kelaverasizlar gilamni. G'ollar yag'adi zo'r, lekin hozir pul yo'q deydigan insonlarimiz uchun gilamda, lekin hozir bizga berib turgan aksiyani hech kim yetib bera olmaydi. Bozorga borib ham pul berib oladi. Bizlardan bozordan arzon olsin, pul bermayapsiz. Sifatli arzon etib bergan bo'lsak, oldamay sotgan bo'lsak, keyin 40 kundan keyin birinchi to'lovini beraveradi. Borib g'olni to'shab berib ketamiz. Tashkillarni sog'orasizlar. Endi qara, g'ollarga ham sovg'a berib turibmiz axir. Asosiy, ya'ni jarayonga yetib kelamiz, hurmatli obunachilarimiz. Kebaqa. Bizning 4 xil aksiyamiz bor. 4 xil aksiyamiz ham mana sizlar uchun bo'ladi. Qaranglar. Mana siz uchun maxsus taklif. Mana ko'rdingmi axir, siz uchun. Endi super chegirma. Bu ikkinchi variant, to'g'rimi? Siz uchun bilan super chegirma ikkinchi variant bo'ldi. Tak. Bizlar hozir xalq mazza qilsin deganni tanlaymiz. Xalq mazza qilsin degan aksiyani tanlaymiz. Hozir. Bizlarga keyfga mana uchinchisi. Kuzgi chegirma. Bizlar hozir xalq mazza qilsin degan yerni urishimiz kerak. Bizlar xalq mazza qilsin. Keyfgajon kuzgi. Oh. Men nihoyat joyiga keldim. Ukamnam. Xalq mazza qilsin. Xo'p, bu aksiyamiz qanday bo'ldi, hurmatli obunachilarimiz? Bir dona gaz filtr odamga dimoxod,
Dimoxoddan tashqari pilososdan tashqari chaynik, chopper, undan tashqari bir dona maxsus sovg'a, 5 dona sovg'a qo'shib beramiz. Endi narxi sizlarga qiziq bilaman. Narxdan olsa gaz plitamizni 1 million 600 ming so'mdan boshlanadi. Eng arzon gaz plitamiz 1 million 600 ming so'mdan 6,5 million so'mgacha. Bilaman, pilososdan, chopperdan, dimoxoddan qo'shib beradigan narsalarning pulini o'zina qo'shib olib qolasan deydi odamlar bor. Shunday deydi-ku, hamma bir gaz plitaning narxi o'zi avval 1,5 million so'm bo'lgan, 1 million so'mlik sovg'ani qo'shdi dag'in 2,5 ga sotchaq deydi. Unday emas. Har bir mahsulot bo'ladi, internetda narx turadi, yaqinroq. Primer, misol, to'g'rimi? Mahsulot, ya'ni gaz plita bor. Gaz plita bo'lgandan keyin uning internetda narxi bor, o'zining tan narxi. İnternetdən narx-navazını so'raysizlar yoki bir dam do'konlarga telefon etib narx-navazını so'raysizlar. Shu do'konlar aytilgan narxdan biz narxini tushirib, keyin sovg'a qo'shib beramiz. Lekin ayrim modellarini hamma modellarga emas. Endi o'siz ham o'zi gaz plitaning arzonchi variantlari bor, qimmat variantlari bor. Xalq mazza qilsin degan aksiyamiz aynan shu. Gaz plitamizning assortimenti haddan tashqarida ko'p. O'tgan videomizda bu joy bo'lmagan bilasizlar. Hozir ya'ni buni qo'shganmiz. Bir Bahram, o'chirmay turing. Dilmurat chaqiraversan uka, iltimos. Dimoxodni duxobkalarimiz qo'shganmiz. Xo'p, hurmatli obunachilarimiz, to'g'ri maqsadga o'taman. Trisikillarimiz so'rab turganlar uchun, hali ham nogironligi bor insonlar uchun 1 million so'm skidkamiz amal etadi. Bir dona ya'ni nogironlik knishkasi uchun trisikillarimiz 7,5 milliondan 11 million so'mgacha. Demak, 7,5 million so'mlik trisikilni 6,5 million so'mga 1 million so'm nogironlik nafaqasi bor uchun minus yetib tashlaymiz. Xo'p, skuterlarimiz ham xuddi shunday variantda beriladi. Avval bizlar skuterlarimizni taklif bermaganmiz. Hozirgi kunda skuterlarimizga 100 ming so'm olib kelasizlar. Skuter bo'lsin, trisikl bo'lsin, yana nomuz bor bu yerda. Skuterimiz, tritsiklimiz bor. Benzinli mototsikllarimiz ham 100 ming so'm evazini bir pasportni berasizlar, 100 ming so'mni berasizlar. Qolganini rastroshga chiqaraveramiz. Muammo yo'q. Bilaman, sizlar endi hujjatini so'rayacaksizlar. Hujjati hammasiniki 100% tayyor turibdi. Hujjat bilan ketaverasizlar. O'zi bu mototsikllarimiz, tritsikllarimizga hujjat shart emas, lekin kelajakda hujjat olishimiz kerak baribir yo'llar uchun bizlar hujjatlarni hozir berib qo'yamiz. O negativ, ya'ni uyindativ birorta nosvoychagi, yostiq ushab, bularga dokument olish kerak, undish kerak degan hayoti davomida bir dona velosiped olgan emas. Men javob beraman. Hayoti davomida bir dona velosiped olgan emas, qurun negativ bildiradi. Unga yanında borib turib bir narsa olacaqman desang, maslahat beriladi. Ya'ni o'zingda yo'q narsani birovda bo'lishini ham istamaydi-da. Mana men mototsiklarim shu video internetda turadi. Hech birine hujjat so'ramaydi. Javob. Hammasini hujjati bor. Trisikillarimiz, keyin monster skuterlarimiz. Monster skuterlarimizdan aytaman, qaranglar. Hozir ko'p odam ishsiz, bilaman, lekin skuter olib turib ish etmakka pul yo'q. Do'konga kelasizlar, pasport berasizlar, ro'yxatga o'tasizlar, Yandexsga chiqsangizlar yoki Mega Go'ga chiqsangizlar ham, ana fast food kurerchilik uchun mana tayyor biznes. Pasportni berasizlar, skuterni beramiz. Ya'ni daromad etgan pullaringizning ma'lum bir qismini bizga oyma-oy bo'lib beraverasizlar. Bu ham yaxshi bir chiroyli taklif emasmi, uka? Endi bilaman, uyinda yosh katta hojina hojotalar bor. Bu tritsiklga ehtiyoji bor. Ularning ham puli yo'q. Pensiyanni, ya'ni bir dona pasportini olib kelsa, pensiyaning evazini yana shularga 1 yillik rastroshka chiqarib beramiz, shu narsalarimiz. Pensiyalar uchun farzandlarni bog'chaga olib boradi, kimdir bozorga boradi, kimdir to'shakda yotib qolgan, to'shakda yotgan insonlar uchun ham yaxshi taklif. Ko'chaga chiqib, oylanib, tanish bilish, do'st yarni ko'rib kelish uchun chiroyli imkoniyat. Buning qo'limda tormozi bor, keyin oyoqda tormozi bor. Birovning qo'li ishlamaydi, birovning oyog'i ishlamaydi. Misolda, shunday insonlar uchun qo'li ishlamaydiganga oyoqda tormozi bor, oyog'i ishlamaydiganga qo'lda tormozi bor. Misol. Tank benzinli mototsikllarimiz start stop qo'yilgan yangi modeli kelgan bizlarga 13 million so'mdan avval sotganmiz. Hozir kunda 8 million 999 ming so'mdan boshlanadi. 12 million 100 ming so'mgacha. 4 xil variant kelgan. Tayyor turibdi. Bu ham kurerchilik uchun aynan mo'ljallangan narsa. Sifatli. Aynan shu skuterimiz, bu skuterimiz, bu skuterimiz, bu skuterimiz, bu skuterimiz, bu skuterimiz 2 million 500 ming so'mdan aksiyada qo'yib beraman. Nuqsonlari bor, aytib o'ting. Kireli yo'q. Akkumulyator joyi yo'q, usti yo'q-da, yangi akkumulyator qo'yilgan. Kireli yo'q. Shunday, lekin 1 yil garantiya beramiz. 2 million 500 ming so'm. Bani 2 million so'mdan bersak ham bo'ladi.
Xalq mazza qilsin aksiyamizdan foydalaninglar. Mana velosipedlarimizdan 2 million so'mdan beramiz. Sababi orqasida ya'ni kemadan ham narsalar tushgan. Evet 3 million so'mdan qo'ydik. 2 million so'm top-toza akkumulyator qo'yib beramiz. Oddiy velosipedning pulini elektrikka velosiped olganimiz yaxshi. 2. Shu mototsiklimiz 14 million, 13,5 million so'm, 13 million so'mdan sotamiz. Sizlarga 10 million so'mga qo'yib beraman. 10 million. Faqat obunachilarim uchun 180 ga 130 1 yil garantiya qo'yib beraman. 2000lik miya, 2000lik akkumulyator qo'yilgan. Oltdan akkumulyatori bor, aytib o'tdim. Lekin muammosi bor. Buni ham ayting-ki, uka. Ozg'ina shu joyi, ya'ni yenchilgan. Mana bu joyi. Buni to'g'rilasa bo'ladi. Men to'g'rilatmaganman. Chunki shunday deb aytib sotchaqman. Toza paketda turgani 14 million, 13,5 million, 13 million. Lekin men 10 millionga beraman. Boshqa hech joyindan muammosi yo'q. 10 million so'm naqd pulga. Agar pul yo'q-ku deyotgan bo'lsa, bir pasportga ham 10 millionga beraman. Gapim gap. Shu mototsikl Armadaning xoni, sultoni eng oxiri chiqqani, eng zo'ri, borti baland, 75 lik akkumulyator qo'yilgan, 2000 lik miya, 2000 lik motor, sifati zo'r gap bo'lishi mumkin emas, ukam. 19 million 650 ming so'm, 14 million 900 ming so'mdan qo'yaman. 19,5, 18, 17 degan baholar endi yo'q. Armadaning eng zo'ri, oxiri chiqqani, fulli 14 million 900 ming so'm. Naqd pul. Agar naqd pul bo'lmasa, bom bir dona pasport bersana. Hujjatini so'raydigan odamlarga hozir gapim bor, ukam. Mana hujjatda yotibdi. Mana vin kodi. 14 million 900 ming so'm. Raqobat bo'lsa raqobat. Ukam. Bizlar o'zi raqobatchi. O'zimiz belgilaymiz u narxni. O'zimiz sotib olaveramiz. Hozir sotgan modlarni vaqt sotib ketib sotib olaveramiz. Arzonroq variantda. Tak, 150 o'ranga yo'qmi bu yerda? Yo'q, 150 mana. Qaysi yoqda? Birinchidan kirishda qaror. Bo'ldi, shu yoqqa borib qo'yaman. Ukam. Qo'yxona modelimiz KKKK. Yaqinroq ke. Litvinni akkumulyator qo'yilgan, hujjati bor, sifati bor, garantiyasi bor, sovg'asi ham bor. Qo'shimcha mendan sovg'a 17 million 875 ming so'm, 14 million 375 ming so'mdan qo'yib beraman. Litvinni akkumulyator qo'yilgan. 14 million 375 ming so'm. Hali bunday narx-navo umuman bo'lmagan. Narx-navoni o'zi biz belgilaymiz, narxini ham biz tushiramiz. Xudo xolasa sizlarga 14 million 375 ming so'mdan qo'yib beraman. Bemalol kelaverasizlar. Endi kelgandan keyin u dedi, bu dedi degan gap yo'q bizlarda. Pul bo'lmasa pasportdan ko'rasiz. Iloji bo'lsa pensiyalarniki bo'lsa, ularga yaxshiroq taklif bilan chiqaveradi. Men joyini qistirib kelmadi. 14 million 375 ming so'mdan. Benzinli mototsiklimiz yangi modeli kelgan. Ya'ni bu qo'yxona modeli 220 ga 140 bo'ladi. Benzinli mototsiklning ichida xaridori ko'p uragan, lekin uni ham aytib o'ting. Chunki qo'shar ham 100 kilometrga 2 litr benzin edi. Bu ham aynan bir pasport bilan chiqadi. Avval 33 million so'mdan 32 milliondan sotganmiz, hozirgi kunda 27 million so'mdan qo'yib beramiz. 27 million so'mdan bormoq. Xalqimiz mazza qilsin. Men o'zim aksiya qo'yib beraman-ku, qo'yib bergan aksiyamni o'zim olib kelib ketadi axir. Lekin odamlar ham hayron qolasan-da. Shunchaki imkoniyat yaratib beramiz-da haqiqatdan ham-da. Misolda maqsadimizni ko'rsatib turibmiz, eldan pulni olmay turibmiz, pulni 40 kundan keyin men deb turibmiz. Misolda shundan negativ yasadi. Men hayronman-da. Haqiqatdan eldimizga o'tib olsang ajab bo'lsin. Kadr tezash. Odamlarga hayronman-da, to'g'risi-ku. Mahsulotni arzon narxlarda qo'yib beramiz. Chiroyli taklif beramiz, sovg'a qo'shib beramiz, garantiyasini ham beramiz, hujjatini ham beramiz. Shundan negativ fikr bildiradi-da. Men hayron qolaman, to'g'risi ham bor-ku. Kelib turib, mahsulotlarni olib, pulni 40 kundan keyin berib, sifatli bo'lsa, yaxshi bo'lsa, keyin bizlar bilan shartnoma etsa bo'lmagan misol. Mening maqsadim shu xalqimizga, podpischiklarimizga imkoniyatlarni cheklovsiz etib qo'yishda. Kerakmidi u velosiped haydab yurishi? Velosipedning pulini skuter haydab yursin. Xudo xolasa kelajakda maqsadimiz mashina sotish, mashinali bo'lsin. Misolda maqsad shu. Menda soqqash emas. To'g'ri niyat etilgan, shu niyatga bog'liq hamma narsa. Niyat to'g'ri bo'lsa, Alloh taolo o'zi barakali etib qo'yadi. Ukalarimiz bilan mototsikllarimiz chiqaryaptir. Bilasizlar, bu joyda Xitoy o'tiradi.
mahsulotlar chiqqandan keyin avvalgi videomda ham aytganman, Xitoy tekshiradi. Xitoy tekshirib bo'lib, sifatli bo'lsa, hamma joyidan, ya'ni muammo bo'lmasa, original bo'lsa, keyin qo'l qo'yib beradi, sotuvga ruxsat beriladi. Ana sizlarga zakon imkoniyat. Tez arada Armada Motorslarning, ya'ni zapchaslarini tekinga beramiz. Xudo xolasa, mana shu oktyabr oyida Armadaning, ya'ni kimga akkumulyator, motor, miya kerak bo'lsa, zaryadchi kerak bo'lsa, tekinga beriladi. Gap. Bizlardan og'am bo'lsin, bizlardan omog'am bo'lsin, Armada mototsikl og'anlarga hammasi tekinga zapchas beriladi. Uni Instagramda qo'yib o'tamiz. Faqat aktual, ya'ni bo'lib tursangizlar, kuzatib tursangizlar, tez arada sizlarga manfaatlisini qo'yib boramiz. Mototsikllarimiz xudo xolasa ertadan sotuvda bo'ladi. Trisikillarimiz bu tarafda tayyor turibdi. Bu ham ertadan sotuvda bo'ladi. O'zi videoni olishimizdan bu joyga kelib asosiy maqsad mototsikl toza chiqib turibdi, yangilik bormi deganlar uchun. Diyor qani? Bu mototsikl qachon chiqadi uka? Uni aytmanglar. Chaqirsan diyorda Yakmal. Shunday gaplar. Skuterlarimiz. Kelgan, shu skuterni bir minut ko'rib olaylik. Naklinka qistirib turibdi deydi u. Nima deb qo'ydi buni? Aminov Holding sifatga javob beramiz deb. Xitoyga borgan vaqtimda bir qancha provinsiyasida bo'ldim. 10 kun Xitoyda yurgan bo'lsam, hamma zavodlar bilan shartnoma etdim. Xitoy aytadi, "Menga sana dedi mahsulotni men arzon chiqarib bering, hamma bilan raqobat etasan" dedi. "Sen mahsuloting arzon chiqadi" dedi. "Menga arzon chiqmasin. Men mahsulotim qimmat chiqsin. Men kamroq foyda edin, ya'ni u aytadi, ko'proq foyda et, lekin sifatli narsa olib borma" dedi. Men aytdim, "Yo'q, men sifatli narsa olib boraman, kamroq foyda etaman. Bo'ldi, menga barakasini Alloh taolo bersin. Lekin mendan olgan odam ertaga qarg'ab, norozi bo'lib yurmasin. Olib, rozi bo'lib, haziyat qilsin, quvonib bilsin. Maqsadim shu mening. Pulni ishonchli bo'lgandan keyin bersin degan maqsadda hamma skuterimiz Eminov. Ham ular bunday skuterga, bunday sifatli akkumulyator qo'ymaydi bunday razmerga-da. Men eng qimmat skuterning akkumulyatorni urganman. Chunki aynan bu model tanlaganim, buni velosiped etib haydagan vaqtimda ham zaryad oladi. 100 kilometrga ketsa, zaryad tamom bo'lsa, qaytchin zaryad yo'q, to'q yo'q. Bir 5 kilometr valla haydaversa, 3 kilometr haydaversa, avtomatik samoto zaryad olib ketaveradi. Ham ko'chada hujjat so'ramaydi. Chunki motor miyasi O'zbekistonning, ya'ni ana qo'ygan taqiqlaridan emas. Shunday motor miya qo'yilgan, unga hech qanday muammo bo'lmaydi ko'chada o'shan vaqtdan. Akalar, niskatga tushamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bu tarafda Redline skuterlarimiz ertadan sotuvda bo'ladi. Bu tarafda furamiz. Endi biz bito texnikaga video qo'yib turibmiz-ku. Bito texnikaga qo'yib turgan videomiz bito texnika o'zi bormagan, borgandan keyin yo'qmagan degan masala bo'lmasligi uchun biz bito texnikaga qo'ygan reklamamiz haqqoniy bo'lsin degan maqsadda Skladdan sizlarga video bo'ladi. Prямо orqangda fura, chur furani uka. Mana Skladimiz, bu Skladimizning yana bir qismi. Ke. Bismillahirrohmanirrohim. Bundan Skladdan bizda uchuvi bor, bilganlar biladi, bilmaganlar uchun yangilik aytib o'tamiz. Kansani bo'lsa, kansani xatari bor. Televizor so'raganlar uchun televizor xatari bor. Xolding so'ragan uchun xolding xatari bor. Ya'ni bizlarda bir labo narsa yo'q-da. Aytchag'im izi bormagan, original reklama qo'yib bermagan dollar uchun. Kadransan eltana. Fura kirgizib, optimal ham ishlayman bo'ladi. O'zi optim ishlaymiz bizda. Prosta shiton do'konlarda sir saqlaymiz-da. Qaysi do'konlar bilan optim ishlashimizni sir saqlaymiz. Shuning uchun ularni aytmaymiz. Men endi bular reklama qo'yadi, o'zi narsasi bormagan, do'konlarga borsak yo'qmagan deyapman. Mana Sklad. Kimga qaysi modelda kerak bo'lsa bor. Biz LG'ning, Volmer'ning bir qancha bito texnikalarning Xorazmda rasmiy dilleri bo'lamiz. Muammo yo'q. Haqiqatan ham kimga qaysi modeldagi bito texnika kerak bo'lsa, zavod narxida keladi. Modelni ko'rsa, Skladdan tasa paketini olib chiqib beraman. Bir pasport evazini olib ketaveradi. Endi shiton do'konlarda otmat aytib bersak, bo'lmaydi. Bu xodimlik oddelimiz, bito texnika oddelimiz. Menda chuqurlashib o'tirmaylik. Bu yoqda Ariston. Bu tarafimiz endi yana ketaveradi. Televizor, misol hamma narsa bor. Endi bu yerda hozir maqtanib video olib ekan deb o'tirmasin, ko'rib turib
Buyoqda versin, aytib qo'yarsizlar ha. Muhammadjon buyoqda verarsan o'zing. Ukam. Assalomu alaykum. Qarmon. Hurmatli obunachilarimiz, benzinli mototsiklimizni 16 million so'mdan aksiyada qo'yib beraman sizlarga. Shu xalqimiz uchun benzinli mototsikl eng fulli garantiyasi bori. To'qli mototsiklning narxida benzinli mototsikl beramiz. Shartini videoni oxirida aytib o'taman. Hech qanday shart bermayman, prosta muddatini. Mana benzinli mototsikillarimiz. 10 million so'm elektrichka qo'yib berdim, 16 million so'm benzinli mototsikl qo'yib beraman. To'qli mototsiklning pulida benzinli mototsikl. Hozir qo'yib bergan aksiyamizdan ochiqga foydalanish kerak. To'g'risimi? Pasport yo'q, odam bo'lmasa kerak. Parkovkamizni kengaytirish maqsadida hozir bellar taqab turibmiz. Motorsning samosvoli bor, yana aytaman, bu yerdan chiqdi. 25 million, 24 million so'mdan. Endi biz bitoy texnikaga ketamiz, ha? Bizlar tanimay qolgan bo'lsin mumkin. Bizlar tanimay qolgan bo'lsin mumkin. Yana shu overlockning o'zi, uka. Mana shu overlockning o'zi ochiq gap 30 million so'm turadi overlockning o'zida. 30 million so'm shu overlock. Bu lekin sotib olgan inson uchun manfaatli bo'ladi, do'konchi uchun manfaatli bo'lmaydi. Sotib olgan uchun manfaatli deganim, gilamni to'shni uyini olib borib, u istagandan ham ziyodroq etib qirqib taqlab beradi. Xorazmda bir 100 dona do'konchi bo'lsa, 100 dona g'alachi bo'lsa, bo'lsa bir 5 donasida, 6 donasida bor. Endi men bilganlarim, balki hozir ko'payib ketgan chiqar. Men olgan vaqtimda shunday edi. Bu o'ta zo'r narsa. Bizning do'konimizga kelib turib, gilamni zakaz etsa, overlock bilan birga boradi. Ya'ni qirqib olib bormaydi. Overlockda olib boradi. Mana pechni mintib qo'y, gaz filtrini mintib qo'y, ustunda ko'rsatib tursangizlar, shuni taqlab berib ketadi. U zo'rg'u, to'g'rimi? Komfortlik yaratib beradi sizlarga. Bitoy davom ettiraman. Ashos qarang. iPhone 17 chiqib ham men mashg'ul bo'lib ketdi, ha? Men ham iPhone 17 olsam ekan, ya. Hep ketoy tezlash. Qaysidan boshlaymiz? Hurmatli obunachilarimiz, yolg'on aksiyamiz yo'q. Ko'zlarimiz to'q. Hech qanday ma'lumotlarga o'rin yo'q. Ya'ni shubhali ma'lumotlarga oldiydi balabatar deganlarga. O haqiqatan oldiydi degan inson o'zini oldiydi. Bizlar yolg'on, ya'ni ontelik olma qo'yamiz. Chunki ehtiyojimiz yo'q. Ukajon, endi bizning takliflarimiz bu yerdan chiqib o'tir. Bular sotlatonlashlarmi, qo'shib bellatonmi? Original Bu hammasi qo'shib beradi. Tushundim. Yana bir marta eshitdinglar. Bizlar hozir xalq mazza qilsin degan tarifdamiz. Ukam, mana. Mana xatardan xalq mazza qilsin deydi. Endi tushuntir ukajon. Konserner olgan yurtdoshlarimizga nunu narsalar qo'shib berasan. Bizlardan 9lik, 12lik, 18lik hamda 24lik konser olganimga xolasa bir dona ana shu taqlam turgan piramida bor. Qara eshitdir. Duxovka, pilisos, blender, chopper, termopod, misorobkasi. Misorobka chenigan. Chenigan. 1 2 3 4 5 6 Yo'q, 7. yili u bo'lmadi. Ustuna bir dona televizor ham qo'shib beramiz 32likdan. Agar shuni oldim bo'lsa. 7 soatdan tashqari 32 televizor. 32lik tilla ham qo'shib beramiz. To'shing. Toshning. Oldi yo'q? Yo'q, umuman. Qara, 9lik konserga ham 12lik ham 18lik ham. Uchunida 9lik, 12lik, 18 liboyni. Endi narxni oz qizib, odamlarga "Ben narx qizib qancha so'm olchaqir?" Necha so'mdan bizlarning 9lik, 12lik, 18lik konserimiz boshlanadi? 3 milliondan boshlanadi, eng arzoni. Zo'r. Eng arzon konserimiz 3 milliondan boshlanadi. Necha so'mgacha? Endi narxi misol 18likni oxirini aytaymi? Endi общий konserlarimiz necha so'm bizlarning? Misol 3 milliondan boshlab narxi 10 million so'mgacha bor. Bo'ldi, tamam. Bom, bir dona pasport evazini olsa bo'ladimi? Farqi yo'q. Bir Bir dona pasport evazini olsa bo'ladi. Ana shu sovg'alar qo'shib berasan. Qo'shib beriladi. Endi bu skuter bilan televizor qanday masalasi? Buni bunday bo'ladi. Hozir mana piramidani qo'shib berdik-ku bir dona televizor bilan. Havo. Agar yo'q, buni masalan olmayman desa, hozir bir dona skuter qo'shib beramiz. Diqqat bilan eshitinglar. Agar shu sovg'aga, ya'ni qiziqqa to'la bo'lsa, duxovka, pilisos, yana shu narsa 7 dona sovg'ani olaman desa, qo'shib beramiz. Masala yo'q. Yo'q, menga yaxshiroq narsa qo'shib ber desa, Aminovdan bir dona skuter qo'shib beramiz. Bu, ya'ni 4 dona akkumulyator bilan jihozlangan sifatsiz pilisos motor qo'yilgan skuter emas, eng original, xaridori ko'p, bozorda narxi 5 million so'mlik sifatli skuterimizni qo'shib beramiz. Mana shu skuterda 5 dona akkumulyatori bor, 1 yil garantiya qo'shib beramiz. Yo'q, menga televizor bitdan bo'lsa, 2 dona televizor qo'shib beraman. Men hayron qoldim.
bir dona konsay olsa chetib ikki dona televizor qo'shib berishi mumkin. Ya narx navosini ustiga kiydiraman ekan desam, lekin narx navosini liboy joydan so'rab solishtiraversin deyapti. Evvelgi narxda turadi. Endi undan keyin agar skuter olmayman, ana shu piramidani olmayman, hamma narsa birdan olmayman desa, bir dona televizori, bir dona 43-32 lik televizor ham qo'shib beramiz. Ikki tilni qo'shib beramiz bonusini. O'ynatma. O'yin emas. Gap. Oladi bir dona konsoli, uстановкасы ichida bo'ladi. Bir dona 43 lik televizori, bir dona 32 lik televizor. Ikkovini postavkasini ham beraman yolg'ondan. Eshitdingizlar axir, ha? Bir dona konsoli olsa dedi, mono televizorni qo'shib beraman dedi, dolanga qo'yapti dedi. Mono televizorni detskiy vallahi yerga qo'yadi dedi. Bir konsol olsa shunda mana 4,5 million so'm sovg'an qo'shib berasan, Qo'shib beramiz. Voy. O'zi konsol narxi 4 million bo'lsa 5 million so'm narsa qo'shib berasanmi? Bir dona televizorni, yana bir dona televizorni ikkovini ham qo'shib beramiz. Tushundim. Hurmatli obunachilarimiz, bu endi konsollarning ichida tanlov sizlarga bog'liq. Kim qanday konsol tanlasa, sovg'asini shunga qarab tushuntiraveradi. Masala yo'q. O'zbekiston fuqarosi bo'lsa bo'ldi axir, ha? Bo'ldi, muammo yo'q. Bir dona avtomatdan ham qo'shib beraman. Agar bu narsalar o'ka olmayman desa. O'ynatmagan. Endi eshiting. To'shi gapni ayting. Yo'q, qarang, endi eshiting. Bir 6 qaloq avtomat mashina emas, 8 qaloqdan qo'shib beraman. 4 million 800 ming so'mlig'idan. Voy, vobshe xursand bo'lib ketdim lekin. Eshitinglar. Bir dona konsol olsa dedi, ya televizor qo'shib beraman, ikki dona dedi. Agar televizordan olmasa dedi, bir dona skuter qo'shaman dedi. Skuterdan olmasa dedi, 7 dona sovg'a qo'shib beraman dedi. Agar 7 dona sovg'ani ham olmasa dedi, 8 qaloq bir dona avtomat mashina qo'shib beraman. Qo'shib beramiz. Gap. Ha? Boshqa do'konchilarga bizlardan motivatsiya bilan duh qoladi. Boshqa narsa qolmaydi. Endi qara, eshit. Bir dona konsol olsa dedi, 8 qaloq avtomat konkretniy. Vada beriladi. Ukam nima qara? Vobshe xursand bo'ldim. Endi Xoldingning yoniga borik bizlar, yur. Ukam mana qara, hozir kameraga olib boshlaydi, sana tushuntiraman-da. Buni biri Bog'otda o'tirib ko'radi, biri Navoiy viloyatida o'tirib ko'radi, biri Surxondaryodan. Xullas, ya'ni hamma o'zlarimiz yurtdoshlarimiz, ya'ni ovora bo'lishini istayman-da. Bizlarda bilasan, yolg'on reklama yo'q, masalan, yolg'on aksiya yo'q. Prosta aytchag'im, sen foydasidan ma'lum bir miqdorda kech, Alloh taolo o'zi sana beradi. Va'dasi bor. Prosta aytchag'im, yaxshi narsalarni narx-navosini hozir xo'jlikdan foyda etish shart emas. Foyda etmay, arzon qo'yib ber. Shu og'in odam rozi bo'lsin. Bo'ldi, tamom. Hozir xo'jlikka ehtiyoj yo'q ko'p odamlarda. Ketdimi? Bor, kadr. Qaysi xo'jlikdan boshlaymiz? Xo'jaliklarimiz mana shu tur. Xolodilniklarimiz dedim. Tamom, ketdi. Bo'ldi. Xolodilnikka manfaatli aksiya qo'yish kerak. Odam kelib olishini arziton narsa qo'yish kerak. Qanun chiqib bo'ladi. Ana shu xolodilniklarimiz, ya'ni shu xotarga to'g'rimi? Ana shu xotarga beriladigan aksiyalarda, ya'ni premium segmentdagi zodagon hojakalarimiz bor-ku. Puli bor. Ana shularga qo'yadigan aksiyani ayt. Bo'ldi, tamom. Agar bizlardan xo'jaliklarimizdan libo birini saylab oladi, shu yerda turganlarni, bir emas, ikki dona smart televizorni qo'shib beramiz. Razmeri 43 lik bo'ladi. Tushundim. Bu menga aytdim, ha? Qarang, o'zim tushuntiraman obunachilarimiz. Ana shu turgan xodimliklarimizdan dedi, top-toza paketda turganini beraman dedi. 2 dona 43 tilli beraman dedi. 2 dona 43 televizorning o'zi 3 million so'mdan 6 million so'm bo'ladi. Smart Android televizorimiz. Ana xodimlikning davri keldi-da, xodimlik olsa dedi, ana shu 2 dona televizorni qo'shib beraman. Yo'q, agar men televizor olmayman, uyimda televizor bor desa dedi, bir dona skuter bilan bir dona televizor qo'shib beraman dedi. Bir skuter ham qo'shib beradi, bir televizor ham qo'shib beradi. Yana ham aytindi. Uning ustini bo'lmasa dedi, 8 kilolik avtomat qo'shib beraman dedi. Xodimlikka. Men lekin uka mashina yeryanli bo'lib qoldim haqiqatan ham. 8 kilolik ham eng zo'rini qo'shib beramiz. 8 kilolik avtomatni prosta olib borib sotib ham 6 millionga sotsa bo'ladi. Misol 5 million 6 million 8 kilolik avtomat. Xodimliklar shu premium segmentdagi xodimliklarimizni olsa dedi, bir skuter bilan bir tilni qo'shib beraman dedi. Skuterni olmasa 2 tilni beraman dedi. Yo'q, men tilingimda televizor bor, televizordan olmayman desa, xohlasang bir avtomat qo'shib beraman. Men vashi uka. Qo'shib beramiz. Gap bo'lsin, lekin yog'i gapdan olmaydi endi, yashirma. Endi yog'ini yashirma. Yaqinroq kel. Agar bo'lmasa dedi, bir dona eng zo'r, eng qimmat bo'lgan konsol qo'shib beraman dedi. Bularni olmayton bo'lsa, agar uyingda bo'lsa. Yana bir yeri bor. Bir minutga bo'lib. Bir dona xo'jalik olsa, bir dona xo'jalik qo'shib beraman kerak bo'lsa. Uka 17 lekin. Toshning. Bu vezlar skuterim bor, tillim bor, muammo yo'q, avtomatim ham bor desa, bir xo'jalik olsa, yana bir dona xo'jalik ustuna qo'shib beramiz. Tushundim. Endi men shu o'rinda xato ketmasin. Bir minut bularni tushuntirib ketayim. Xodimlikka xo'jalik qo'shib beraman degani, aynan shu xodimlik asosida shu xodimlikni qo'shib bermaydi. Shu xodimlikdan
kichkina xonlik qo'shib beramiz. Birinchi bo'ladi, ukasini qo'shib beramiz. Ukasini-da, yana mol olsa o'jagi bilan berdi deganday bo'ladi. Ya'ni kelib turib ulqon xonlik desangizlar, ulqon xonlik qo'shib bera olmaydi, chunki u noto'g'ri bo'lib qoladi. Bizlar endi savdomizni noto'g'ri tarafini, ya'ni ketishini istamaymiz. Noto'g'ri tushib qolishini. Bir xonlik olsa, mana bundaylar bir xonlik qo'shib beraman dedi. Masala yo'q dedi. Misol, birovlar uyini oladi, ya'ni toza joyini niyat etib qo'yadi, xonlik olib borib qo'yadi. Muammo yo'q. Bitta ish qo'shib. Ukam men вообще ham tushunib bo'ldim. Endi bu xodimliklarimiz bilasizlar, No frost sistemada ishlaydi. havo darajasi premium segmentdagi. Endi 2,5 million so'mdan 8 million so'mgacha bo'lgan xodimliklarni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Endi bu xodimliklar bilan bu qatorga taklif berdik. Endi bu qatorga ketish taklifimiz to'g'rimi? Bo'ldi. 2 million 500 ming so'mdan boshlangan xodimliklarimizdan 8 million so'mgacha. Aytacak gapim. Mana aytgan gapim aytaverib, uyalib o'tirmang. Endi bulardan odam bo'lsa, masalan, siz aytganingiz 2,5 milliondan bilinib bo'lgan so'ng, Hava. mayli, bular uni kichkina summadan boshlaymiz. Bir dona 1 minut eshitib bering. 2,5 million so'mdan 5 million so'mgacha bo'lgan xodimliklarda olsa dedi. Bir dona xodimga bir televizor qo'shib beraman. Faqat 32 lik dedi. Tamam. Uni ham eshitdim. Bo'lmasa 7 dona sovg'a qo'shib beraman dedi. 2 million 500 mingdan 5 million so'mgacha bo'lsa. Agar dedi 5 million so'mdan u 15 million so'mgacha bo'lsa dedi, o'sha oynag'ida ketaveradi dedi. 5 million, 6 million, 7 million, 5 milliondan 7 million so'mgacha bo'lgan xodimlikda olsa dedi, 2 dona 40 shuk televizor qo'shib beraman dedi. Muammo yo'q. 5 million so'mdan diqqat bilan eshitinglar. 5 milliondan 7 million so'mgacha bo'lsa, 2 dona 40 shuk televizor qo'shib beraman. O'zi 2 dona 40 shuk televizor 6 million so'm bo'ladi. Shunda 1 million xodimlik olgan bo'lasizlar. Yo'q, men agar 40 shuk televizor olmayman 2 dona desa, yo'q gap shu. Hozir aytib o'tdik-ku, bir dona skuter bularga. Bir tilla bilan bir skuter emas, qurus skuter. Yo'q, menga narxini arzon ber desa, narxini qaytib tashlayman dedi. Men vashi hayron qoldim. Agar bo'lmasa dedi, bir dona xodimlik olsa dedi, bir xodimlikka dedi, aynan shu premier xodimlikka men vashi jilib qoldim. Bir dona 40 shuk tilla bilan bir gospelda qo'shib beraman dedi. Beramiz qo'shib. Uka, narxini ayting-da buni. Narxi, buning bahosini narxi mana. 5 million 200 ming so'm turadi. Kerak aka. Oldamik, haqqani bo'lsin. Narxi 5 million 200 ming so'm. Mana super chegirmada tushgan Aminov texnika markazidan. Kadr. Men hayron qoldim lekin. 5 million 200 ming so'mga bersang, bir dona televizor, bir dona gospelga qo'shib berasanmi? Beramiz qo'shib. Voy voy uka. Mazza qilsin shu xalqimiz. Haqiqatdan ham bir xodimlikka bir televizor, bir gospelga qo'shib beramiz. Aminov texnika markazidan dahshat takliflar bo'lib turibdi, hurmatli obunachilarimiz. Zo'r. Men xursand bo'ldim lekin. Endi uka xodimliklarimizni hozir olib qo'ygan vaqt ekanda, Toshning. Evvel odamlar shu noturar, turar joylarda olib qo'ygan bo'lsa, hozir xodimga olib qo'ysam, o'zi 2 oydan keyin sof daromad etib sotaveradi ekan. Vashi xursand bo'ldim lekin. Endi hozirgi narsalarga o'tik. Bu narsalar, hurmatli obunachilarimiz, kimlarga sovg'aga beriladi. Ana to'y etaman deganlar uchun shu bir dona patent tashab o'tadi degan narsalarimiz shu. Endi televizor ketdi-ku. Doy. Kadr bormi? Bor. Televizor atdelimizga kelganmiz, hurmatli obunachilarimiz, qadri bilan qadrdonlarimiz. Shu YouTube ochib men uyimga kirganda bo'laman. O'zi yosh vaqtimdan men aktyor bo'laman deb niyat etib o'ynadim. Haqiqatan ham. To'g'rimi? Demak, ya qo'shib to'xtadim vaqt. Yaxki. 32 40 shuk televizorning narxi bizga qiziq. Shtarini ayt, necha so'm? 81 televizor necha so'm? 800 ming so'm. Aniq beradi o'g'lim. 100% keladi, akitadi. Uni qo'shib berasan. Bir dona pastapga, bir dona antenna. Antenna. 800 ming so'mga bir pastapga bir antenna qo'shib beramiz. Tayyormi? Tayyor. 40 shuk televizor necha so'm? Ustiga yana bir narsa qo'shib beraman. Siz to'g'rimi? Men so'rayman o'rnida. Bir dona 81 lik tilla oldi 800 mingga. Bir dona pastapkasi, bir dona antennasi, bir dona o'zimdan bonus. Molades. Qadargasini qo'shib beramiz. Endi 40 Rostmi? shuk Toshning. 40 shuk televizor. Eshitdingmi bunachilar? 32 lik televizor olsa dedi, bir dona pastapga, bir dona antenna o'zimdan bir sovg'a beraman dedi. Toshni beramiz. Narxi bizga qiziq-ku. Narxi 800 ming so'm dedi. 800 ming so'm. Gap bo'lsin mumkin emas. Endi 40 Endi evvelgi narxlar yo'qmi uka? Yo'q. 900 ming so'mdan aytdik, endi 800 ming so'mning televizor. Tushundim. 800 ming shtir. Nah, Pasportning pasportni, xalasa pasportni ham zo'r. Lekin yana bir endi bilasizlar, boshqa do'konlarga borsangizlar, elif nasiya, uzum nasiya, mana bir nasiya deganlar bo'ladi. Bizlarda unday narsalar yo'q. Kafil, eldan to'lov, yana birdan spravka kelib kelgan. Pasport deb berasan shunga bitadi, tamom. Birinchi to'lov ham yo'q, plastik ham yo'q. Qurib pasport qilib beradi, to'g'rimi? Toshning. Zo'r, tushuntirib keting-da. Endi 40 shuk. 81 likda aytdim. Bu yoqni o'tga, endi qara eshitib tur.
43lik televizordan bizga qo'shib beradigan narsani qo'y, narxini ayt. 1 million 500 ming so'm. Tayyor bormi senda hozir? Farqi yo'q. Pulni ham kerak, tamam, bitirib beraveraman. 1 million 500 ming tayyor. Tayyor. Bo'ldi. 1 million 500 ga yechsa qo'shib bermaysan, qo'shib berasanmi? Postavkasi antenasini qo'shib beraman, Eddinni o'zimdan bir dona sovg'a qo'shib beraman yana. 1 million 500 ming so'mga diqqat bilan eshitinglar. 43lik 1 voltlik televizor, bir dona postavka, bir dona antenna, yana bir sovg'a deydi. Endi shu o'rinda bilinglar. 81lik televizorimiz 800 ming so'mdan boshlanadi, 1 million 650 ming so'mgacha bor. Hammasi 800 ming so'm emas lekin. 43lik televizorimizning eng arzoni 1 million 500 ming so'm, lekin 3 yil garantiya beramiz. 2 million 900 ming so'mgacha bor. To'g'rimi? To'g'ri. 43lik televizorimizning eng arzoni 1 million 500 ming so'm, lekin sovg'asi bor. 2 million 900 ming so'mgacha bor. Endi uning ichida boshqa brend, boshqa firma, har xil modellari, funksiyalari bor. Eng arzon 1 million 500, eng qimmat 2 million 900 ming so'm. 43lik televizorimiz. Endi qara, eshitib tur. 50lik, 55lik, 65lik, 75lik, 85lik va 98 dyumdagi televizorlarimizga menga aytgan gapingni obunachilarimiz ham aytdi. Endi menga aytib nishtasan uni? Bular ham eshitsin. Qani, o'zim tushirdim. O'zim aytaymi? Farqi yo'q, xalasiz. Endi uka sendan eshitsin-da. 50lik, 55lik televizor, 65lik televizor olgan odamlarga bir dona duxovkasi Bahasini ayt. 1 million so'm turadi. Bir dona Volmer brendinde. Volmer mikronovkasi 1,5 million so'm turadi. 1,5 million so'm bo'ldi. Buncha so'm 1 million so'm turadi, Sirius Pilsos. 1 million so'm, to'g'rimi? 3,5 million so'm. Televizori 1 million 800 ming so'm turadi. Televizor. Qaysi televizorni berasan? 32lik televizor beraman, bonusini. Hammasini 50, 55lik, 65lik televizor oladi. 3-4 dona sovg'asini qo'shib beramiz, bonusini. Toshi. Toshning 1, 2, 3, 4 dona televizorni 4 qo'shib dona berasan. qo'shib beramiz. Gap. Javob. O'ynatma lekin. 50lik, 55lik, 65lik televizor oladi. O'zim tushuntiraman, qara. 50 dyumlik, 55 dyumlik, 65, 75, 85 va 86, 98 dyumdagi bo'lgan televizorlarga ana shu sovg'alarni qo'shib beraman dedi. Undan tashqari 1, 2, 3, 4 dona narsadan tashqari 65, 75, 85, 98 uchun ayt. Bu 50, 55 uchun. 50 dyum va 55 dyum uchun. 65, 75, 85lar uchun. Yana gap o'zim aytaman-da. Tamam. Bir dona skuter dedi, eng zo'ridan. Bo'lmasa yog'i gap, avtomat. Agar bo'lmasa xodimlik dedi. Ish qilib dedi, do'konimizdan dedi, shu nechik sovg'a bo'lsa istasa dedi, shuni beraman dedi. Faqat 65, 75lik dyumdagi televizorlar uchun ayrim modellarini olyaptir. Endi uka qara, 65lik televizorning eng arzoni necha so'm senda? Narxi 5 million so'mdan boshlanadi. Necha so'mgacha? Narxi uniki 10 million so'mgacha bo'ladi. Eng zo'ri. 65 dyumda televizorlarimiz. Endi evvel narxlar yo'qmi? 7,5, 7 deganlar. 5 milliondan boshlanadi, 10 million so'mgacha. Tushundim. 5 milliondan 10 million so'mgacha 65lik televizorimiz bor. 75lik televizorimiz necha so'm? Ochiqchasini aytaman, men aytgan gapimni. 75lik televizorimizning narxi 6 million 800 ming so'm, 7 million so'mdan boshlanadi. Eng arzoni, diqqat bilan eshitinglar, 6 million 800 ming so'mdan 13 million 900 ming so'mgacha deb aytdim, ha? Alo. 75lik televizorimizning eng arzoni 6 million 800 ming so'm, eng qimmat 13 million 900 ming. Agar shu narxda televizor olganlarga dedi, xolasa bir xodimlik, bo'lmasa bir dona avtomat 8 kolik, bo'lmasa bir dona skuter, yo'qmasa bir televizor bilan bir gaz qo'shib beraman dedi. To'g'rimi? Beramiz. Lekin buni realniy olotgan insonlar, ya'ni telefon narxi necha so'm, evvel o'ydim, balabatan emas. Ayrim firmalarni endi qo'shib bermaydigan variantlar ham bor. Qo'shib bermaydiganlarning o'zi narxi arzon dedi. Qo'shib beriladiganlarni men ham qo'shib beraman dedi. Muammo yo'q. Endi narxini sizlarga aytib qo'shib beratimizda. Uka, lekin eshitib xursand bo'ldim. Bu endi shu bilan hozir, ya'ni shu munosabat bilan hozir chuqurlashib o'tirsak uzoq bo'lib ketadi. Yakunlaymiz videoni, kino bo'lib ketmasin. 13, ya'ni adashdim. 12-oktyabrdan boshlab o'zi bizlarning aksiyamiz 15-nacha edi. Ko'p odamlar orasida narsa qo'shinglar. Aksiyani to'sib beringlar degan uchun komandamiz bilan yig'ilib turib majlis etib 12-oktyabrdan 25-oktyabrgacha sizlarga zo'r aksiya qo'yib beramiz. Bu aksiyamiz xalq mazza qilsin degan. Endi shu yerda men yana bir narsani aytib o'taman sizlarga. Avvalam aytib o'tdim-ku. Mototsiklning hujjati yo'q yurtdoshlar, bir qanchasini hujjat berdik. Bizlardan og'an, bizlardan omog'an bo'lsa ham kelsa hujjatlarini beramiz. Mazza qilib tursinda hozir hujjat degan narsa to'xtagan, 2026-yilga qoldirilgan. Hozir ko'rib chiqishda, shuning uchun kelsa hujjat yo'q mototsikllarning hujjatlarini beramiz. Boshqa yerlardan olgan, biri 2021-yil olgan, biri 2022-yil, biri 2023-yil. Videoni manfaatli bo'lishi uchun tanish-bilishlarga tarqatinglar.
hujjat yo'q mototsikllar hujjat berib qo'ysak, ertaga nomer olgan vaqtida arzimagan pulga nomer oladi. Endi kiyim bozorida shu, ya'ni munosabat bilan reklama etib ketaman. Aka. Aminov bozor tez kunda balandlik ko'chadi. Baland remont olib turibdi 2000 kvadratga. Hozir dahshat kiyimlari bor. 1+1 aksiyada xarid etasizlar. Shu bilan bugungi videomizni yakunlaymiz. Bizlarda duo qilgan, qo'llab-quvvatlagan, eng asosiysi ishongan xalqimizga hurmatimiz cheksiz. Endi shu obunachilarimizning ichida men bir dona sovg'a qo'yacaqman. Aminov bozor eng chiroyli kommentariy uchun, ya'ni sovg'a beradi. Bu sovg'amiz boshdan oyoq kiyinasizlar. Buni 25-oktyabr kuni Instagramda prямой efirda aniqlaymiz. Eng chiroyli kommentariy yozgan inson uchun keladi. Noskisi, patinkasi, chalbiri, guruh bo'lsa ham aytavering, mayka, tursik, futbolka, hamma narsasini boshdan oyoq kiyintiramiz. Men kiyintirmayman, saylab oladi eng chiroyli komment uchun. Bu faqat vijdonga bog'liq. Kimga nu deb yozsa, mening videolarimda xato kamchiligim bo'lsa, uzr so'rayman. Ya'ni men bloger emasman, yo bir aktyor emasman. Qo'ldan kelgancha bor aksiyamizni yoritib berdik. Kelsanizda sizlar uchun xizmat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Duolaringizni eslab turing. Videomizga like bosing.